Assalomu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun balog'at darsligimizni boshlaymiz. Bizning bu balog'at darsligimizda o'qimoqchi bo'lgan kitobimiz Al-Muyassar fi ilmil balag'a. Balog'at ilmidagi osonlashtirilgan kitob. Nima uchun biz bu kitobning ismini Al-Muyassar deb qo'ydik, ya'ni osonlashtirilgan deb qo'ydik? Buning sababini tuanda so'zlab o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddima. Alhamdulillahi robbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin amma ba'd. Bizning bu kitobimizning ismini Al-Muyassar fi ilmil balag'a deb qo'yishimizning sababi bu kitob balog'at ilmidagi mashhur bir qancha kitoblardan foydalanib osonlashtirib tuzilgan. Qanday osonlashtirib tuzilgan? Birinchidan bu kitob jadval shaklida tuzilgan. Mazmun jadvallashtirilgan vaqtida o'quvchining kallasiga bekitish, uni esda tutish yaxshi bo'ldi. Ya'ni retlik shaklda esda tuta oladi. Ikkinchidan o'quvchiga en asan bo'lsin uchun en asan bo'lgan ta'rifatlarni, misollarni keldik. Bu kitobni tuzishda foydalangan kitoblar, tuvandi kitoblar, birinchisi Al-Balaghatul Vadiha. Bu mashhur kitob. Ikkinchisi Durusul Balag'a, 4 olimning tuzgan kitobi, Shayx Husaymin sharh qilgan. Uchinchisi Jawahirul Balag'a, balog'at ilmidagi mashhur kitoblarning birisi. To'rtinchisi Al-Balaghat fununuha va afnanuha. Shayx Hasan Abbasningki nihoyat isl bir kitob. Undan keyin izohni jadvallashtirilgan Mustafa Xo'janing bir kitobi bor. Undan foydalandi. Undan keyin Mi'atul Ma'anininki nazmisi, ya'ni she'rdan foydalandi. Demak, bu kitobni tuzishda mushu bir qancha kitoblardan foydalanib, eng oson shaklda o'quvchiga tushunish bo'lsin uchun eng oson shaklda tuzildi. Hamda bu kitob tunji qatim balog'at o'qimoqchi bo'lganlarga mos keladi. Ya'ni mubtadi balog'at ilmiga tunji kirmoqchi bo'lganlarga nihoyat mos keladi. Biz balog'atni buningda bek kengaytmadik. Eng muhim qismlarini aklib so'zladik. Shuning uchun buni tunji qatim balog'at o'qimoqchi bo'lgan odamga mos keladi. Alloh taoladan bu ilmning hammamizga manfaatli qilib berishini, so'z va amalda ixlos ato qilishini so'raymiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bu kitobimizniki mundarijini bir ko'rib chiqib olsak, ismimizda bo'lsin balog'at ilmi cho'ng 3 temada so'zlaydi. Balog'at ilmi cho'ng 3 temada. O qaysi deganda birinchisi ilmul ma'ani haqida so'zlaydi. Ikkinchisi ilmul bayan haqida so'zlaydi. Uchinchisi ilmul badi' haqida so'zlaydi. Bu ilmul ma'ani degan nima, ilmul bayan degan nima, ilmul badi' degan nima? Biz buni tuanda so'zlaymiz. Biz buni hozir bir ko'rib chiqamiz mundarijisini. Bu ilmi ma'anida nimalar so'zlandi deganda birinchi qilib ilmi ma'anida xabar va insho so'zlandi. Xabar va insho. Ikkinchi qilib az-zikr val hazb, ya'ni so'zlash va tashlash. Nada so'zlaymiz, nada tashlaymiz, mushaq so'zlaymiz. Uchinchisi taqdim ta'khir. To'rtinchisi tankir ta'rif, al-itlaq va taqyid, al-qasr, al-fasl val wasl, eng oxirida al-ijaz val itnab val musaba. Demek ilmul ma'anida mushu mazmunlar so'zlanadi. Undan keyin ilmul badi' ilm bayon o'tamiz. Uning ilm ma'anida 3 xil cho'ng asosiy mazmun so'zlanadi. Birinchisi tashbih, ikkinchisi majaz, uchinchisi kinoya. Undan keyin ilm badi' o'tamiz. Ilmul badi'ninki cho'ng 2 temasi bor. Birinchisi muhassanatul lafziyya, lafziy go'zallashtiruvchi uslublar. Ikkinchisi ma'naviy go'zallashtiruvchi uslublar, muhassanatul ma'naviyya deb. Demek balog'at ilmining asosiy muhim meselelerin muşu, biz muşu haqda so'zlaymiz. Hamda biz resmiy darsimizga kirishdan ilgari balog'at ilmiga aloqador bo'lgan bir qur ma'lumotlar bilan, prinsiplar bilan tanishib chiqamiz. Balog'at ilmi degan nima, buning nima foydasi bor, buning ishlatish o'rni qayerda, buning hukmi nima deganga o'xshagan mazmunlarni tanishib chiqamiz. Hamda ilmul balog'at degan nima? Ilim degani tushunimiz shunda, bir fan, modda, ilm, bilim degan gap. Ammo balog'at degan nima deganda, buni uyg'ur tilidagi bevosita tarjima qilingan atalg'usi stilistika, ya'ni stilistika ilmi. Endi biz buni arab tilining ichiga kirib turib, so'z yiltizini surishtirsak, al-balag'atu deganimiz, buni ikki xil ko'z qarash bor. Birinchisi balag'a yablug'dan chiqqan masdar. Balag'a yablug'ning masdari. Balag'a yetdi, yablug'u yetidi. Ya'ni yetish, oxirgi chekka yetish degan gap. Balog'at ilmi bo'lsa, bir so'zni ifodalashda oxirgi chekka yetkazish, oxirgi nuqtaga yetkazish degan gap. Bu bir xil ko'z qarash. Buni ko'p sondagi balog'atshunos olimlar tanlagan. Ikkinchisi balug'a yablug'dan chiqqan. Bu balug'a yablug'dan chiqsin bo'ldi, fasohatli so'z qildi, uchuq so'z qildi, go'zal so'z qildi degan bo'ladi.
Bu bunda vaqtimi balug'a yablug'ning masdari bo'ldi. Ko'p sonli ulamolar birinchi xil ko'z qarashni kuchlantirgan, ammo ma'no jihatdan yaqin bo'lg'achqa men ikkinchi xil ko'z qarashni kuchlantirib shuni oldim. Ana o'z kitobimizga qarasak, ta'rifuhu uningki tunishtirilishi, ta'rifi oldidan biz lug'at jihatini olib boramiz. Lug'at jihatini aytgan vaqtimizda al-balagatu lughatan, balag'at lug'at jihatdan husnul bayon, güzel ifodalash, güzel bayon qilish degan gap. Bu nimadan chiqqan? Va hiya ala vazni fa'ala. Masdaru balugha yablughu. Bu balugha yablughudan chiqqan fa'ala o'lchamiga asosan chiqqan masdar. Ya'ni balugha güzel so'z qiladigan ekan, güzel so'z qilish, güzel ifodalash degan ma'noda. Va qil va deyildi al-vusul val intiha. Balagha degan yetish, oxirgi chekka yetish. Vusul nima? Yetish, intiha shu oxirgi g'oyaga yetish degan gap. Bu xil ko'z qarashim bor. Bunda vaqtda nimadan chiqqan bo'ladi? Balagha yablughudan chiqqan bo'ladi. Endi buni kasbiy atalg'usi nima deganda, balag'a deganda biz tushuntirib o'tdik, stilistika. Stilistika degan qanday ekan? O'ringa mos holatda uzun gap qildigan yo'si uzun, qisqa gap qildigan yo'si qisqa, o'ringa mos holatda uchuq so'z bilan maqsadni to'liq ifodalab gap qilish yoki shu gapni tushunish yoki shundaq bir uslubni yaratish, ifodalash buni bo'ldi balog'at bo'ldi. Unda o'zi bizning kitobimizda nima deb tushuntirildi? Balog'at degan nima deganda hiya ayyakunal kalamu mutabiqan li muqtadal hal ma'a fasahatihi va wusulihi ila gharadihi va intihaihi ila al-g'oya. Balog'at deganimiz o ayyakunal kalam jumlaninki muqtazal halga mos bo'lishi. Muqtazal hal degan nima? O'ringa, maqomga. Maqomga o'ringa nima bo'lishi? Mos bo'lishi ma'a fasahatihi. Nima bo'lishlar? Fasahatli bo'lishlar birga. Va vusulihi ila gharadihi va intihai ila al-g'oya. Maqsadga yetish va g'oyaga yetish bilan birga. So'zning balog'atlik bo'lishi uchun 3 xil shart. Birinchisi o'ringa mos bo'lishi kerak. Ikkinchisi maqsadni ya fasahatli bo'lish kerak. Uchinchisi maqsadga yetish kerak. Biz ifodalamoqchi bo'lgan maqsadga yetishimiz kerak. Demak, unda bo'lsa fasahatli bo'lish bilan birga dedik. Qanday so'z fasahatli bo'ladi, qanday so'z fasahatli bo'lmaydi? Biz buni to'g'ri so'zlaymiz. Buni tushunish bilan tushunib bo'ldik. Endi buningki mavdu'i, temasi, tadqiqot o'rni nima haqida so'zlaydi? Masalan, sarf ilmi so'zning qurilmasi haqida so'zlaydi. Ya'ni so'z birlikmi, ikkilikmi, ko'plikmi yoki ismi fa'ilmi, ismi maf'ulmi? Demak, so'zningki o'z ichidan o'zgarish holatlari haqida so'zlaydi. Grammatikchi so'zning jumlalik o'rni haqida pashmu, zivarmu, zirmu, g'ayrimunsarifmi yoki emasmi, mubtadamu, xabarmi deganga o'xshagan. Endi balog'at ilmi nima haqida so'zlaydi deganda, uning temasi bu asalibul arabiyya. Arab tili uslublari, jumlalari haqida so'zlaydi bu. Jumlaning ma'nolari haqida, uning lafzlari haqida so'zlaydi. Endi nima foydasi bor buni o'qiganning deganda, birinchidan, buni o'qiganning foydasi nima deganda, buni o'qiganning foydasi Qur'on sunnatni texmi yaxshi tushungan bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu stilistika, balog'at har bir tilda bo'lgandek arab tilida mutaxarris kuchlik bor. Qur'on Karim shu fasohatlik arab tili bilan tushgan. Unda bo'lgan ekan Qur'on Karimni to'liq fasohat bilan tushunish uchun balog'at ilmiga ehtiyojimiz bor. Shuning uchun biz Qur'onni tushunmoqchi bo'lganlar nima o'qiymiz? Balog'at ilmi o'qiymiz. Kitobimiz nima dedi? Samratuhu, uning foydasi, ya'ni mevasi yu'aynu ala fahmil Qur'onil Karim. Qur'on Karimni tushunish qanday qiladi? Yordam beradi. Va sunnat nabaviyya. Payg'ambarlarning sunnatlarini tushunishga yordam beradi. Masalan, biz Qur'on o'qigan vaqtimizda Alloh taolo osmonni zamin yaratdi dedi. Nima uchun osmonni burun keltirdi Alloh taolo? Nima uchun zaminni keyin keltirdi? Arablik balog'at ilmida, ya'ni stilistik ilmida qanday so'zni ilgari keltiramiz, qanday so'zni keyin keltiramiz? Biz buni mushu fanda o'rganamiz. Va yu'inul mutakallima va Qur'onni, sunnatni tushunishga yordam beradi. Shundaqla bir so'zliguvchini yu'inul mutakallima ala siyaqati kalamihi mura'iyan lil maqam. So'zliguvchini maqomga rioya qilgan holda so'zni qurishga yordam beradi. Ala siyaqati kalamihi degan gap o'zining so'zini qurishga degan gap, ya'ni o'zining so'zini o'ringa mos holatda ifodalashga yordam beradi. Biz maqomga mos holatda gap qilishni o'rganamiz. Va munasiban lil hal va holatga munosib.
vel ityan bitarakib baliga va balog'atlik tarkiblarni, balog'atlik jumlalarni ekilishga va yu'inu qanday qiladi? Yordam beradi. Demak, balog'at o'qisak, birinchidan Qur'on Karim va hadis sharifni yaxshi shaklda tushuna olamiz. Ikkinchidan, shundoq balog'atlik so'zlarni keltira olamiz. Holatga qanday munosib holatda balog'atlik jumlalarni keltirishga bizga yordam beradi. Endi bu balog'at ilmini kim paydo qilgan? To'g'ri, bu arab tilida bor, ammo buni arab tilidan fan sifatida mustaqil bir fan qilib kim olib chiqqan deganda vadi'uhu uni paydo qiluvchisi har xil rivoyatlar bor. Buning eng kuchligi Abdul Qodir Jurjoni degan olim buni tunji qatim bir mustaqil fan sifatida maydonga keltirgan. Endi bu nimaga tayinadi? Endi bir balog'at ilmini qoida sifatida bir tilninki ilmi sifatida o'tirga chiqdik. Buning manbasi tayinadigan ma'munda bo'ldi, ma'munda bo'lmaydi. Munda o'z fasohatli bo'ldi, munda o'z fasohatli bo'lmaydi deydiganga bir asoslanadigan tayinchisi nima bo'ldi deganda istimdadu. Uningki men tayinadigan manbasi yustamaddu minal kitabi was sunnati va lisanil arab. Ya'ni kitob, sunnat va arablar, fasih arablarning so'zlariga tayinadi. Birinchidan Qur'on fasohatlik unga tayinadi. Qur'onga silishtirib to'g'ri xato deymiz. Ikkinchidan sunnatga, uchinchidan arablarning fasihlari va shularning tillarga asoslanadi. Onda o'zi buni o'qishning hukmi nima, diniy jihatning hukmi nima deganda bir arab tilini tadqiq qilmoqchi bo'lgan odam o'qisa bo'ldi. Diniy jihatning hukmi Qur'onni tushunmoqchi bo'lgan odamga nisbatan shu diniy sahadagi odamga nisbatan bunga vojib bo'ladi, ammo xuddi diniy ilm hamma odamga nisbatan farz kifoya bo'lganga o'xshash, bu umumiy musulmonlarga nisbatan nima hukmi farz kifoya. Ya'ni shu diniy bilan mashg'ul bo'lgan, Qur'on hadisni tushunish bilan mashg'ul bo'lganlar o'rgansa, qolganlardan saqit bo'ladi. Endi biz balog'at ilmiga aloqador bir qancha nuqtalarni tushunib o'tdik. Bu nuqtalar balog'at ilmiga xos emas. Har qanday bir fan o'qimoqchi bo'lsanglar, cho'qim uning tunishtirilishi nima, uning temisi nima, uning foydasi nima, uni kim paydo qilgan, u nimaga tayinadi, uning hukmi nima? Bu nuqtalarni cho'qim tushunishinglar kerak. Buni biz arab tilida mabadiul ashara deymiz. Har qanday bir fanning nimasi o, prinsiplari. Bunu yadlab olsanglar bo'ldi, men yerga she'rini berib qo'ydim. Inna mabadi'a kulli fannin 10. Har qanday bir fanning, mayli fanni fan bo'lsin, mabadi prinsiplari 10. Al-haddu, had degani nima? Ta'rif, tunishtirilishi, wal mawdu' va nima? Temisi, thumma thamra, uningki foydasi va nisba. Uningki qaysi xil fanga nisba degan gap, qaysi xil fanga tavalligi. Masalan, balog'at ilmi qaysi fanga tava? Arab tili ilmiga tava. Va fadlu uning fazilati. Fazilati buning o'rgangandan dedik-ku, qana qila oladi, Qur'on hadisni tushuna oladi, undan keyin balog'atlik so'zdan keltira oladi. Val vadi' uni paydo qiluvchisi, uning ismi nima? Balog'at. Istimdodi va hukm shari va shariatning nimasi? Hukmi. Va masaili. Nima haqqi buning masalalari? Biz baytim mundarajada ko'rib o'tgan masalalar bor-ku, shu. والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. Endi mushu yuqorqi 10 fanni hammasi bilsa, ya'ni uning ta'rifini bilsa, temisini bilsa, foydasini bilsa, qaysi ilmga tavallikini bilsa, fazilatini bilsa, paydo qiluvchisini bilsa, ismini bilsa, uning tayinadigan manbasini bilsa, shariatning hukmini bilsa, masail, masalalarni, baytim biz parasta mundarij so'zlagan temalar bor, shularni bilsa, ومن درى الجميع حاز الشرف. Hammasini bilsa sharaf qozongan bo'ldi. Ya'ni shu ilmni bilgan bo'ladi. Endi biz rasmiy balog'at ilmiga kirishga bugungi birinchi darsimizda balog'at ilmiga aloqador bir qancha muqaddimalar va shuni to'xtalib o'tamiz. Muqaddima fil fasahati val balagha. Fasohat va balog'at haqida muqaddima. Ya'ni fasohat degan nima? Bu haqida to'xtalamiz. Endi fasohat Uyg'ur tilimizdan boshlanadi. Fasohatlik, o'choq degan gap arab tilidagi ma'nosi o'xshash. Fasohat deganimiz lug'at jihatdan vaqtimizda bayon qilish, zuhur, namoyon qilish, oshkor qilish degan ma'noda. Buning kasbiy atalg'usi nima deganda, endi bu biz tushunishlik shunday, fasohat degan gap, fasohatli gap qilish degan gap. Bu kasbiy jihatdan bu so'z fasohatlik bo'ladi. Bir so'z bilan bo'ladi, fasohatlik bo'ladi. Qanda olgan vaqtda fasohatlik bo'ldi bir so'z, tunda so'zlaymiz. Undan keyin bir jumla bo'ladi, fasohatlik bo'ladi. Undan keyin so'zlik uchun fasohatlik bo'ladi. Demak,
Buni istilohiy jihatdan aytgan vaqtimizda fasahat takunul fasahatu wasfan lil kalima wal kalam wal mutakallim. Fasahat so'zning, jumlaning va so'zliguvchining sifati bo'ladi. 3 xil narsaning sifati bo'ladi. Shuning uchun nima deymiz deyiladi? Fasahatlik so'z, fasahatlik jumla, fasahatlik so'zliguvchi deyiladi. 3 xil narsaning sifatlab keldi. Fasahat degan gapni biz o'zimiz tushunamiz, ochiq gap qiladigan fasahatlik degan gap. Ammo qanday so'z fasahatlik bo'ladi? Biz buni bilmaymiz. Biz buni tuan so'zlaymiz. Dedik-ku, fasahat birinchidan so'zning sifati ekan, ikkinchidan jumlaning sifati ekan, uchinchidan mutakallim, so'zliguvchininki sifati ekan. Unda bo'lsa, kelimaning fasahatlik bo'lishi uchun qanday shartlar lozim deganda, fasahatul kelima so'zningki fasahatlik bo'lishi salomat va uning sog'lom bo'lishi nimadan? Tuandik 3 turlik narsadan. Bir so'zning fasahatlik bo'lishi uchun tuandik 3 turlik narsadan sog'lom bo'lsa, fasahatlik so'z bo'ladi. U qaysi deganda, birinchidan tanafurul huruf. Tanafurul huruf. Tanafurul huruf degan nima deganda, harflarning qurushmasligidan xoli bo'lsa, sog'lom bo'lsa. Bir so'z va uning ichida qanday harflar qurushmaydi. Uyg'ur tilimizdan bog'liq bir xil digilolmaydigan, harflar bir-biriga mos kelmaydigan so'zlar bor. Bu fasahatlik so'z olmaydi. Shunga gapga vaqtda bunday so'zni ishlatsak, fasahatlik olmaymiz. Masalan, arab tilidagi buning misollaridan ho bak tasabun demek ho asatus daqa nayt tas. Bular fasahatlik so'z emas. Chunki bunda tanafurul huruf bor. Harflarning qurushmasligi bor. İkincisi muhalifatul qiyasdan xoli bo'lish kerak. Ya'ni so'zningki fasahatlik bo'lishi uchun qoidaga xilof kelishdan xoli sog'lom bo'lish kerak. Sog'lom bo'lish kerak. Endi qiyasga muxolif kelishdan sog'lom bo'lish kerak degan gap deganda, biz hozir so'zning gapini qilayotgandan keyin so'z qoidaga xiloflik kelmaslik uchun chuqur sarfni bilish kerak. Sarf ilmini qanday qilishimiz kerak, bilishimiz kerak. Sarf qoidasiga uyg'un bo'lish kerak demakchi. Masalan, shoir degandek alhamdulillahil aliyil ajlali. Eng büyük Allah'a hamdlar olsun deganda biz ma cümledeki bir en axirdagi ajlali degan so'zni fasahatlik demaymiz. Nima uchun? Bizning sarf qoidamizda o'xshash ikki harf bir yerda kelib qolsa, bu idg'om qiladigan qoida bor. Ammo bunda idg'om qilmay yishib o'tibdi. Bu sarf qoidasiga xilof. Shuning uchun biz buni nima deymiz? Fasahatlik so'z demaymiz. Demak, bu yerda muxolifatul qiyas yuz berdi. Demak, so'zning fasahatlik bo'lishi bundan xoli bo'lishi kerak. Ikkinchisi g'aroba. Yat so'z bo'lmaslik kerak. Ya'ni yat so'zlikdan xoli bo'lishi kerak. Yat so'z degan qanday deganda, masalan, xalqlar bilmaydigan bir so'zni kelib jumla qursak, bu fasahatlik olmaymiz. Yoki o'zimizda har xil bir ko'z tush uchun bo'lamdi. Qanday maqsad bilan bo'lsin, yat shu tilda bor, lekin ishlatmaydigan yat so'zini ishlatish bu fasahatlik bo'lmaymiz. Masalan, taka biz durusluğa to'qidik buni. Nima gap? Ijtama amalida. Ifranqa insarafa qaytdi degan tariq qoldi degan ma'noda. Buni kishilar ko'pincha balkim kishilar bilmasligi mumkin. Adabiyot bilan shug'ullangan kishilar bo'lishi mumkin. Bunda kishilar bilmaydigan xalq tilidan yat so'zlarni ishlatishmi so'zning fasahatlik bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. Demak, bir so'zni biz fasahatlikkan yoki emaskan deyish uchun 3 nuqtaga qaraymiz. Birinchisi, harflarningki qurushmasligidan xoli bo'lishi kerak. Ikkinchidan, qiyas, ya'ni sarf qoidasiga xiloflik qilmagan bo'lishi kerak. Uchinchidan, yat so'z bo'lmasligi kerak. Bir so'zningki harfining qurushmasligini qanday bilamiz? Buni biz his tuyg'umiz orqali bilalaymiz. Bir so'zningki qiyasga muxolif kelganligini qanday bilalaymiz? Sarf ilmini o'qish orqali bilalaymiz. Bir so'zningki yat so'z kelganligini qanday bilalaymiz? Ko'p so'zlarni, ko'p kitoblarni o'qish bilan bilalaymiz. Undan keyin biz fasahat nim degan so'zning sifati degan, undan keyin kalamning sifati degan. Endi bir kalam, ya'ni jumlaningki fasahatlik bo'lishi uchun qanday shartlar bo'lishi kerak deganda, birinchidan tanafurul kalimat olmasligi kerak. Endi so'zning tanafurul kalimat olmasligi uchun harflarningki bir-biriga qurushmasligidan xoli bo'lishi kerakdi. Endi so'zningki bir-biriga qurushmaslik uchun so'zda tanafurlik yo'q, ammo jumladagi so'zning harflarida tanafurlik yo'q, ammo jumladagi so'zlar bir-biriga o'xshaydigan, yaqin keladigan so'zlar bir yerda kelib qolsa, bu tanafurul kalimat bo'ladi. Masalan, shoir degandek, "Walaysa qurbu qabr harbin qabrun." Qaranglar, qurbu qabr harbi qabrun. Bu qabbarlar hammasi qanday bir yerda tanafurul huruf. Buni biz deymiz, kalimatlarningki qurushmas qabr degan gapning o'zininki so'zning ichida nima yo'q, tanafurlik yo'q, ammo shu bir
o'xshash harflik so'zlar birga kelib qolg'achqa buni tanofurul hurf emas, tanofurul kalimat deb ataymiz. Biz Uyg'ur tilimizdan bog'i, masalan, kalı guşuğa cho'g'i chaplashmaytmish deydigan gaplarni tiz desak degil olmaydi. Buni biz deymiz tanofurul kalimat deymiz. Birinchisi kalamninki fasohatli bo'lishi uchun bilash kerak, so'zlarning qurushmasligini xoli bo'lish kerak. Ikkinchisi da'fut ta'lif. Da'fut ta'lif degani nima? Qurilmaning ojizligidan saqlam bo'lish kerak. Bu qurilmaning ojizligi degan nima deganda grammatika, sarf qoidasi emas. Biz bayatdan uni so'zlab bo'ldik. Grammatika qoidasiga uyg'un bo'lish kerak. Masalan, bizning grammatika qoidamizda zamirga qaytadi, beshiga qaytadi. Agar birisi zamirni keyinga qaytirib bir jumla tuzab qolsa, buni biz fasohatli jumla demaymiz. Shunga o'xshagan. Masalan, shoir degandek, "Law anna majdan akhlada dahra wahidan minan nasi abqa majduhu dahra mut'ima" deydi. Agar ulug'liq, buyuklik birini bir mengu dahr degan bir zamon degan bir zamon mengu qoldirgan bo'lsa, kishilardan abqa qoldiratdi majduhu uning ulug'ligi bir zamon mut'imni deydi. Adib mut'im deb bir kishi o'tgan qattiq sehi, qattiq saxovatchi. Nihoyat hurmatga sazovor. Bu odam agar bir odamni bir zaman uning ulug'ligi mengu qoldirgan bo'lsa, mut'im mengu qolgan bo'ladi deydi. Demak, endi bizning maqsad bu jumlada biz da'fut ta'liba deymiz. Ya'ni grammatikaga xiloflik qilish va qaysi qaranglar. Abqa majduhu. Abqa fi'il, majdu fa'il shundaqo. Endi hu degan zamirga qaytadi, mut'imga qaytadi. Asli zamirga qaytadi, beshiga qaytadi. Asli jumlanki 10 akasak abqa mut'iman majduhu ad-dahra. Ma to'g'ri. Abqa mut'iman majduhu. Qog'ozda qoldiratdi mut'imni uning ulug'ligi bir zaman. Demak, buningda da'fut ta'lif bor, ya'ni grammatika qoidasiga xiloflik qilish bor. U qaysi domirninki oyga qaytishi. Bumi so'zning jumlaningki fasohatli bo'lishiga ta'sir ko'rsatgan omilning ikkinchisi. Uchinchisi ta'qid, chigishlik tin xoli bo'lish kerak. Bir jumlaningki fasohatli bo'lish uchun chigishlikdan xoli bo'lish kerak. Bu chigishlik degan nima deganda, endi chigishlik deganimiz bu ikki xil nuqtadan bo'ladi. Birisi labziy jihatdan chigishlik, yana birisi shu ma'no jihatdan chigishlik. Bu labziy jihatdan chigishlik degan nima deganda, so'zlashga tegishlikda tashlab o'tadigan, tashlab o'tishga tegishlikda yoki so'zlab qo'yadigan, ilishtirib odamni, ulab keltirishga tegishlikda o'yrib o'tadigan, o'yrib o'tishga tegishlikda ulab keltirib qolsak, bu nima bo'ldi? Labziy jihatdan chigishlik bo'ldi. Masalan, at-ta'qid chigishlik imma min jihatil labz, ya labziy jihatdan bo'ladi. Masalan, ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Ma jumla qarasak adam chigishlik va tushungilanmaydi. O'qimada faqat birini Muhammad kitob bilan uning qarindoshi. Bunda biz chigishlik va deymiz. Shunga biz buni fasohatlik demaymiz. Arablar tushunadi, lekin buni fasohatlik demaymiz. Nimishqa? Asli bu jumla to'g'risi ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Demak, birga keltirishga tegishlik so'zlarni ayirib etgan. Bu lafziy jihatdan chigishlik. Endi chigishlik ma'no jihatdan bo'ladi. Masalan, xaq biladigan emas, yo xaq tunamaydigan gapni ishlatib qo'ysak so'zimizga, buni tushunamay, ma'nosini qanday qilmaydi, xalq tushunmaydi. Buni biz ta'qid deb ataymiz. Masalan, nasharal maliku alsinatahu fil madina. Podshoh tilini shaharga tarqatdi deydi. Nima degan gap bu podshoh? Bu tez tushunimiz buni. Shundaqo, aslida deyish kerak, podshoh ko'zlarini, ko'z quloqlarini shundaqo shaharga tarqatdi degan bo'lsa, uyun degan bo'lsa, ma'u jasurni deb tushundik. Ammo tilni degani nima? Naytdi bir biz ishlatmaydigan, yat so'zni ishlatgach bu yerda nima deymiz? Ta'qid deymiz. Demak, muridan javosisahu, ya'ni uni jasurni maqsad qilib deydi buni. Nasharal malik alsinata. Uyunahu degan bo'lsa, bu fasohatlik bo'ladi. Bu ishlatilmaydigan yat so'z ishlatilmaydigan bo'lanmi deb fasohatlik bo'lanmi deymiz. Endi kalamning fasohatlik bo'lishining 3-chi sharti tugidi. Demak, bu 3 xil nuqta to'liq bo'lsa, bir kalam qanday bo'lgan bo'ladi? Fasohatlik bo'lgan bo'ladi. Endi tanafurul kalimat so'zlarningki qurushmasligini qanday bilamiz? Buni eshituvimiz orqali bilalaymiz. Ig'zimizga mos kelmaydi shundaqmi?
Da'fu ta'lif qurilmaninki ojizligini qanday bilalaymiz? Grammatik qoidasi bo'yicha biz bilalaymiz uni. Shundaq-ku grammatik o'qiymiz. Va ta'qid necho? Buni mu his tuyg'uni orqali tushunalaymiz. Demak, shuning uchun balog'at o'qimoqchi bo'lgan odam oldin nima o'qish kerak? Sarf o'qish kerak, nahv o'qish kerak. Endi biz degan fasohat so'zningmi bo'ladi, kalamningmi bo'ladi, mutakallim so'zlig'ichingmi bo'ladi deb. Endi so'zlig'iching qanday bo'ldi deganda fasohatul mutakallim qanday bo'ldi degan, fasohat mutakallim degan malakatun yuqtadaru biha ala ta'bir anil maqsud bi kalamin fasihin fi ay gharidin kan. O bir iqtidor, malaka degani iqtidor yuqtadaru qodir bo'ladi, o iqtidor bilan ifodalashga maqsadni fasih so'z bilan qaysi maqsadda bo'lsin, qaysi g'arazda bo'lsin, fasih so'z bilan maqsadni ifodalashga qodir bo'lgan bir iqtidor. Endi bir odamning fasohatlik bo'lishi uchun, fasohatlik so'zimizni anglashimiz uchun yuqorqi 3 narsa bo'lishi kerak. Birinchidan, ishlatgan so'zimizning o'zini bo'lishi kerak, fasohat bo'lishi kerak. Undan keyin cümlemiz fasohatlik bo'lishi kerak. Undan keyin fasohatlik so'zni, fasohatlik jumlada, fasohatlik so'zlay oladigan odam so'ziga vaqtda biz fasohatlik jumla anglay olamiz. Demak, üçü bir kelgan vaqtda bu uchning sifati. Endi balog'atni biz muqaddimi nuqtasi turib tushunib deb ketamiz. Balog'at ilmi degan nuqtada emas, balog'at deganimiz lug'at jihati vaqtimizda al-vusul val intiho, yetib berish, g'oyaga yetish degan ma'noda. İstilahan kasbiy jihatni aytgan vaqtimizda balog'at ilmi emas, balog'a arab tilidagi balog'at bu kalamninki va mutakallimning nimasi bo'ldi? Sifati bo'ladi. Kalamning va mutakallimning sifati bo'ladi. Shuning uchun nima deyildi? Kalamun balighun va mutakallimun baligh. Fasohatlik so'z, fasohatlik so'zligicha deymiz. Bu bir jumlada va mutakallimda bo'ladigan nima? Sifat. Endi biz bayatin fasohat so'zninki fasohatlik bo'lishi, jumlaning fasohatlik bo'lishi, so'zligining fasohatlik bo'lishini tushunib o'tdik. Endi bir jumlaninki sifat bo'ladigan bu balog'atninki qanda jumlaninki balog'atlik degan bo'ldi deganda balog'atul kalam mutabaqatuhu li muqtadal hal ma'a fasahatihi deydi. Bir jumlaninki balog'atlik bo'ldi deyishimizning sharti u so'zninki muqtadal halga, ya'ni o'ringa, maqomga mos bo'lishi. Ma'a fasahati, fasohat bo'lishidan birga. Diqqatga qaranglar. Cho'qim bir so'zninki balog'atlik bo'lishi, fasohatlik bo'lishidan birga o'ringa mos bo'lishi kerak. Demak, balog'atning tegida nima bor? Fasohat bor. Fasohat bo'lmaganda bo'lmaydi, balog'at bo'lmaydi. Shunga deymiz-ku, har qanday fasohat balog'atlik bo'lmaydi. Masalan, so'z baytni biz fasohatning sharti degan 3 dona shartga tushdi. Cümlemi tushdi. Mutakallimi fasohatlik oldu. Demek fasohatlik söz oldu, fasohatlik cümle oldu, fasohatlik bir adam sözledi ama urunğu mas sözlemedi. Muqtadai halga mas sözlemegen bolsa, bunun buludu balog'atlik kullanmaydı. Fasohatlik oldu, lekin balog'atlik kullanmaydı. Demek her qanday fasohatni balog'at degan olmaydi. Balog'at. Ama her qanday balog'ini fasohat degan bo'ladi. Endi mutakallimning balog'at degan nima deganda malakatun yuqtadaru biha ala ta'bir anil maqsud bi kalamin baligh fi ay gharadin kan. O bir iqtidor bo'lib, qodir bo'lindi u iqtidor bilan ifodalashga maqsadni balog'atlik, ya'ni fasohatlik so'z bilan qaysi maqsadda bo'lsa, ya'ni qaysi maqsadda bo'lsin, bir balog'atlik so'z bilan maqsadni ifodalashga qodir bo'lgan bir iqtidorning bo'ldi, mutakallimning balog'at bo'ldi. Onda olsa arkadaşlar bugünkü dersimiz bu şekilde ahırlaştı. Ahırda günlük verilgen bu sizlerge tapşırıq. İnşallah kelerki saatlik dersimizi görüşeyle. Esselamu Aleyküm. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت